2024 yıl 1 fevral günü Özbekistan Respublikası kanunu bilen 901 son kanun bilen pedagoglar makamı to'g'risidagi kanun qabul qilindi. Ushbu qonunning amal qilish o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirayotgan davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlarining pedagoglariga nisbatan tatbiq etiladi. Ushbu qonunning 3-moddasida pedagoglar maqomi to'g'risida tushuntirish berilgan. Ta'lim tashkilotlarida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta'lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatini amalga oshiruvchi hamda tegishli ma'lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega bo'lgan jismoniy shaxslar pedagoglardir. O'zbekiston Respublikasida pedagogning maqomi tan olinadi. Pedagoglarning o'z kasbiy faoliyatini yurish uchun tashkiliy huquqiy shart-sharoitlari yaratiladi. Ularning ijtimoiy himoyasi ta'minlanadi va huquqlari amalga oshirilishi uchun kafolat beriladi. Pedagogning huquqlari, sha'ni, qadr-qimmat va ishchanlik obro'si davlat himoyasi ostida bo'ladi. Pedagogik faoliyat bilan bog'liq lavozimlar ro'yxati tegishlicha O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilangan. Ta'lim tizimida ishlayotgan pedagoglarning kasbiy darajasiga doir talablar xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorida hamda pedagogning kasbiy standartlarida belgilangan. Agar qonunchilikda boshqa qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, pedagogik oliy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar qayta tayyorlash kurslarida o'tganidan keyin ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi berilishi mumkin. Zarurat bo'lganda professional ta'lim tashkilotlari ishlab chiqarish ta'lim ustalari, shuningdek tegishli bilim hamda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan oliy ma'lumotli bo'lmagan boshqa mutaxassislarni amaliy va qo'shimcha mashg'ulotlar o'tkazish uchun jalb etilishi mumkin. Ishlab chiqarish ta'lim ustalari qayta tayyorlash kurslaridan o'tmasdan professional ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug'ullanishga haqlidir.